Mana bu holat sizga 100% tanish. IELTS readingdagi kilometrli gapni ko'rasiz. Har bir so'zini tarjimasini bilib tursangiz ham umumiy ma'nosini chiqara olmaysiz gapni. To'g'rimi? Sababi lug'at boyligingiz kamligida yoki ingliz tili darajangiz pastligida emas. Balkim mana shunaqa uzun gaplarni hech kim sizga proses qilishni o'rgatmagandadir. Keyingi 15 daqiqa ichida sizni mana shu muammongizni batamomga yechib yuboraman o'zimni 3 ta tarjimation formulalarim orqali. Darsni oxirigacha ko'ring, sababi shaxsan o'zim 2 marta IELTS dan 8.5 olganman va 2 marta 9 olganman. O'zimni pulli kurslarimdagi o'quvchilarim mana bunaqa va mana bunaqa natijalarga erishib kelishyapti. Va bilasizmi, kurslarimda o'rgatadigan eng birinchi narsa bu tarjimation. Bugun mana shu formulalarni obunachilarim bilan ham baham ko'rmoqchiman. Agar meni YouTube'da birinchi marta ko'rib turgan bo'lsangiz, hoziroq obuna bo'ling. Yil oxirigacha 20 ta IELTS bo'yicha mega foydali darslar chiqaramiz xudo xolisa. Va albatta avans sifatida videoga like bosib qo'ysangiz ham xursand bo'lamiz. Bu narsa biz uchun juda ham muhim va yoqimli. Tarjimation. Bugungi darsda quyidagi 3 ta ishni siz bilan qilib o'tamiz. Birinchisi, ba'ziviy gaplarni asosiy tarjima qoidasini o'rgataman. Ikkinchisi, relative clauselar bilan oson ishlash yo'lini ko'rsataman. Spoiler, bu o'sha hamma qiynaladigan which, who, thatlar. Juda osonligini ko'rib chiqasiz. Va eng oxirida o'sha hammani qo'rqitadigan kilometrli monster gaplarni qanaqa bo'zi bo'laklarga ajratib, ularni silliq tushunish mumkinligini, o'zbek tiliga chiroyli tarjima qilish mumkinligini ko'rsatib beraman. Demak, o'zi monster gaplar qanaqa gaplar? U deb o'ylayotgan bo'lsangiz agar, mana bu yerda marhamat sizga ko'rsataman. Bu sizga mana bu bir varoq gap xuddi butun boshli essayday ko'rinishligi mumkin, lekin bu atiga 3 donagina gap va IELTS mana shunaqa kilometrli, bahaybat, monster gaplar bilan kandidatlarni qo'rqitishi yaxshi ko'radi, ularni sinashni yaxshi ko'radi. Dars oxirigacha mana shularni hammasini oson tarjima qilishni o'rganamiz. Birinchi bo'lib kelinglar inglizcha gaplarni bazaviy strukturasini o'rgataman. Dars mana shuna oddiy narsadan boshlanib, so'ng qiylashib ketadi. Hozir bazani o'rganamiz. Xo'p, inglizcha gaplarning bazaviy strukturasi subject, verb va object. S va O deb eslab qolsangiz ham bo'ladi. Hozir siyosiy jihatdan bu juda ham xunuk gap bo'lsa ham. Subject, object va verb nima degani? Subject, object va verb bu o'sha o'zbek tilidagi gaplarning ketma-ketligi. Ya'ni ingliz tilida misol uchun mana bunaqa gap keladigan bo'lsa, my dad goes to our farm every morning. Mana bunaqa gap bo'ladigan bo'lsa, bu yoqda ko'rib turibsiz, inglizcha strukturasi qanaqa? Oldin subject kelganmi? Da, oldin subject kelgan. Demak, mana bu birinchi qism. Demak, keyin verb kelganmi bu yerda? Keyin verb kelgan ko'rib turganingizdek ikkinchi qism va oxirida object degan. Objectmi? Da, bu yog'i o'sha object. Mana buni qilamiz deb bo'lamiz bu yerda. Mana 3-qism. Lekin o'zbek tiliga tarjima qilayotganda qanaqa tarjima qilamiz? Aynan ma'no ketma-ketlik bilan tarjima qilmaymiz, to'g'rimi? Boshidan oxirigacha. Yo'q, unaqa tarjima qilmaymiz o'zbek tiliga. O'zbek tiliga biz 1 3 2 ketma-ketligida tarjima qilamiz. Ya'ni oldin 1ni, keyin 3ni, mana 1 3 2 va oxirida fe'l bilan 2 bilan tugatar ekanmiz. Xo'p, bunaqa oddiy gaplarni o'zbek tiliga o'girmoqchi bo'lganligingizda eng muhim birinchi qoida bu fe'lni topib olish. Fe'lni topib olsangiz bo'ldi. Qolgani easy peasy lemon squeezy bo'lib ketadi. Endi xuddi shu gapni ko'radigan bo'lsak, mana mening dadam har tongda bizning fermaga boradi. Ko'rasizlar, qanaqa o'zbek tilida silliq tarjima chiqdi. Mening dadam boradi ga bizning fermaga har tong deganimizda karsha bo'tqa bo'lib qolardi. Biz unaqa bo'tqa bo'lishini xohlamaymiz. Chunki shunaqa oddiy gapni bo'tqa tarjima qiladigan bo'lsak, mana bu yerda bunaqa bo'tqa bizani shunaqa oyog'imizdan chaladi. Shuning uchun hattoki mana shunaqa oddiy gaplarni o'zbek tiliga tarjima qilayotganingizda ham silliq va chiroyli tarjima qilishga harakat qiling. Tarjima comprehensionning eng muhim aspekti. Xo'p, endi bu yerda nisbatan qiyinroq misollarni ko'rib chiqamiz sizlar bilan birgalikda. Marhamat, mana bu yerda. Many students read English text in preparation for the IELTS exam. Bu yerda ham xuddi o'sha qoida. Ya'ni birinchi bo'lib fe'lni aniqlab olamiz. Fe'l qani bu yerda? Bizda albatta bu read, to'g'rimi? Mana fe'l. Aniqlab oldik. Demak, 3 ta qismga bo'lib chiqamiz. Mana 1. Fe'lni o'zi ikkinchi qism hisoblanadi va uni davomi o'sha hamma narsani objektga berib yuboramiz. Mana shunaqa qilib gapimizda 3 ta qismga bo'lindi, ko'rib turganligingizdek. Va endi buni qanaqa ketma-ketlikda tarjima qilardik? Boyaga 132. Ya'ni ko'plab talabalar endi 3ni IELTS imtihoniga tayyorlanish uchun inglizcha matnlarni va eng oxirgi 2ni tarjima qilishimiz kerak. Mutolaa qilishadi, o'qishadi. Mana shunaqa bizda chiroyli tarjima bo'ldi. Ko'plab talabalar IELTS imtihoniga tayyorlanish uchun inglizcha matnlarni o'qishadi. Ko'ryapsizlar, qanaqa silliq, chiroyli tarjima bo'lyapti mana shu simple gapimizda. Hozir gaplarimiz nisbatan qiyinlashib boraveradi, ko'rib turganingizdek. Xo'p, yoki mana misol uchun mana buni. Many students in Uzbekistan read English texts every day to improve their vocabulary.
ko'rib turganligingizdek, bu yerda ham tarjima ketma-ketligi xuddi o'shanaqa bo'lib qoladi. Birinchi bo'lib biz nimani topishligimiz kerak? Birinchi bo'lib biz albatta fe'limizni. Fe'l qani bu yerda? Fe'l bu yerda read, to'g'rimi? Bo'ldi. Undan oldin kelgan hamma narsani biz subject block deb hisoblaymiz. Ya'ni mana bu yerda Uzbekistan bu bizning gapimizning egasi emas. Lekin bularni subject block deb hisoblasangiz bo'ladi. Subjectga tegishli bo'lgan blok va shuni birinchi bo'lib tarjima qilib olishingiz kerak. Okay? Xo'p, keyin uchinchi qismi va oxirida fe'l bilan tugatishingiz kerak bo'lar ekan. Xo'p, mana 1, 2 va bu yerda 3 deydigan bo'lsak, qani ketdik. Xo'p, O'zbekistondagi ko'plab talabalar o'zining lug'at boyligini oshirish uchun har kuni inglizcha matnlarni o'qishadi. Ko'ryapsiz-a? Mana bunaqa bizda go'zal va silliq tarjima paydo bo'ldi. Keyingi misol, many students preparing for international exams read complex texts to improve their understanding of academic vocabulary. Ko'rib turganligingizdek, bu yerda gapimiz yanada uzunroq va siz aytishligingiz mumkin, bu yerdagi fe'limiz nima? Fe'llar vaqti ko'payib ketmaganmi deb so'rashligingiz mumkin va bu legit savol bo'ladi. Mana shu paytda men sizga aytaman. Mana bu yerda many students preparing for international exams, bu bizda hammasi subject block hisoblanadi. Chunki text baribir nima demoqchi? Text imенно asosiy maqsad bu emas-da. Bu mana bu talabalarni tasvirlab ketyapti bizga. Asosiy maqsad bu emas. Asosiy fe'l qani? Nima demoqchi o'zi text? Read complex text demoqchi. Mana bizda asosiy fe'l. Demak, ungacha bo'lgan hamma narsani esingizda, mana inglizcha gap strukturasida fe'ldan oldin nima keladi? Hamma narsani biz subject block deb hisoblab olamiz. Ya'ni bu ega emas, bu shunchaki tarjimation foydasi uchun men sizga tushunishingiz osonroq bo'lishi uchun tushuntirayotgan narsa. Subject block deb hisoblaylik bularni hammasini. Va bularni birinchi bo'lib tarjima qiling. Mana shu subject blockni. Fe'l 2, mana bu 3-qism bo'ladigan bo'lsa, ketma-ketlik qanaqa edi? 1 3 2. Ya'ni xalqaro imtihonlarga tayyorlanayotgan ko'plab talabalar akademik lug'atlarni tushunish darajasini yaxshilash maqsadida murakkab matnlarni o'qishadi, mutolaa qilishadi. Ko'ryapsiz, bizda yana qanaqa go'zal o'zbekchada silliq tarjimamiz paydo bo'ldi. Isn't it beautiful? It is. Shunchaki eslab qolishingiz kerak bo'lgan narsa mana shu 132 formulasi. Va yana bitta eslab qolishingiz kerak bo'lgan muhim qoida fe'lni to'g'ri topa olish. Mana shu ishni qilsangiz 70% ish bajarildi deb hisoblaylik. 70% ishingiz done. Endi mana shu narsalarni test qilib ko'rishingiz uchun marhamat, bu yerda siz uchun challenge. Bu yerda ikkita gap, videoni pauza qilib shularni tarjima qilsangiz bo'ladi. Lekin tarjimangizdan oldin ba'zi bilmaydigan so'zlaringizni aytib o'taman. Adopt bu joriy qilmoq, qo'llashni boshlamoq. Advanced bo'lsa agar yuqori darajadagi. Marhamat. Zo'r tarjima qila oldingiz degan umiddaman. Darsimiz esa yanada qizg'inlashib ketyapti. Borgan sari. Hali 3-metodda varsha zo'r narsani o'rganamiz. Hozir method 2. Relative clause plus ing clauses. Which, who, that. Bularni o'zbekchaga juda ko'pchilik qanaqa tarjima qiladi? Qaysiki, kimki. O'zbek tilida shunaqa tarjima qilamizmi? Men doim o'quvchilarga savol beraman. G'afur G'ulom qayski Toshkentda tug'ilgan, shu bolani yozgan deymizmi shunaqa? Albatta bunaqa demaymiz. Toshkentda tug'ilgan G'afur G'ulom shu bola asarini yozgan. Mana bunaqa tarjima qilganimizda ongimiz ham bu gapni yaxshiroq tushunadi. O'zbek tilida ham ancha silliqroq chiqadi tarjima. Bu yerda ham xuddi o'sha qoidani sizga o'rgatmoqchiman. Which, who, thatni ko'rganingizda bularni o'zbekchada gan deb tarjima qilishingiz kerak. Lekin shunchaki ganni qo'yib ketishi o'zi yetmaydi. Qanaqa ketma-ketlikda tarjima qilishi tushunishingiz kerak. Avvalambor sizga endi bu yerda relative clauselar va ing clauselar bo'lgan vaqtda gap strukturasini ko'rsataydi. Gap strukturasi odatda mana bunaqa bo'ladi. Subject block bo'ladi. U blokning ichida subject plus uning tasvirlovchisi. Keyin verb va keyin object bizda bo'lar ekan. Endi mana shunaqa payt bo'lganda qanaqa ketma-ketlikda tarjima qilamiz? Xuddi boya aytib o'tgandek, birinchi bo'lib asosiy fe'lni topib olasiz. Nabdan fe'l bo'ladi odatda. Bu bizda tasvirlovchini fe'li. Who, which, thatdan kelgan fe'llarni ignore qilishingiz kerak. Asosiy fe'lni topib olishingiz kerak. Mana bu subjectga tegishli bo'lgan va keyin undan mana buni deylik xullas 1 2 3 ketma-ketligi bu. O'zbek tiliga tarjima qilish uchun esa agar bizda boyagi formula 132 dan foydalanar ekanmiz. Ya'ni birinchi bo'lib mana bu blok, keyin object va oxirida fe'l bilan tugatib qo'yish kerak. Misol ko'rsataman. Marhamat. The researchers working at universities have discovered new solutions. Bu yerda ko'rib turganligingizdek mana buni fe'l deb o'ylashligingiz mumkin. Yo'q, bu fe'l emas, bu tasvirlovchi ing clause deyiladi bizda. Misol uchun buni boshqacha yo'lda qanaqa berishligi mumkin-da? Who qo'shib qo'yishligi mumkin-da. Who work. Lekin bu unaqa qilish o'rniga who'ni olganda mana bunaqa ing clausega aylantirib yuborgan. Bunaqa grammatika bor bizda.
Va mana bu researcherlarga tegishli bo'lgan asosiy fe'l qani? Albatta have discovered. Mana bizning asosiy fe'limiz. Shu yerdan gapimizni 3 ta qismga ajratib olishligimiz kerak. Bu bir subject block. Fe'lgacha bo'lgan hamma narsa subject block, bilasizlar. 2 fe'li o'zi va davomi 3 bizda. Va qanaqa ketma-ketlikda tarjima qilamiz? 132. Ketdi. Universitetlarda ishlayotgan tadqiqotchilar, ko'rib turganligingizdek, bu yerda gan deb tarjima qildim. Universitetda ishlayotgan tadqiqotchilar yangi yechimlarni aniqlashdi. Ko'ryapsizlar qanaqa o'zbek tilida sochning tarjima chiqdi. Tarjimation formula orqali. Keyingisi the students who study every day pass the exam. Xo'p, bu yoqda ko'rib turganligingizdek, xuddi o'sha boyagi vaziyat. Faqat who dan keyingi keladigan fe'lni aniqlamaslik kerak. Asosiy fe'lni topish kerak. Asosiy fe'l qani? Asosiy fe'l pass. Ungacha bo'lgan hamma narsani biz subject block deb olamiz. Fe'lni o'zini ikkinchi bo'lak deb olamiz va davomini 3. Shunda bizda tarjima qanaqa bo'ladi? Har kuni o'qiydigan talabalar imtihonni topshirishadi. Ko'rib turganingizdek, mana bunaqa silliq tarjima chiqdi. Endi bu yerda nisbatan murakkabroq misol bor. The employees who are required to work under pressure often develop habits that negatively affect their performance. Bu o'sha nisbatan murakkabroq ko'rib turganingizdek. Lekin qoidalar o'zgaradimi? Aslo. Xuddi o'sha qoidalar qo'yiladi. Gapimizning asosiy fe'lini topib olishimiz kerak. Who dan keyin keladigan fe'l bu asosiy fe'l emas. The employees nima demoqchi? Often develop demoqchi. Mana bu employeesga tegishli bo'lgan fe'l. Endi bu ham tegishli-ku. Prosta bu tasvirlovchi qismda. Ketdik. Mana fe'ldan oldin nima qilamiz? Often bu ham fe'lga deyarli kirib ketdi. Mayli. Yaxshi tushunarli bo'lish uchun developni o'zini fe'l qilib qolaman. Bu ajratib olamiz 3 ta qismga. Mana bu bizda birinchi qism, developni o'zi ikkinchi qism bizda va undan keyin keladigan hamma narsa bizda object, 3-qism hisoblanar ekan. Object block bu ham. Bu yerda object faqat mana bu aslida habits. Prosta object block sizlarga tushunarli bo'lish uchun shunchaki object ketyapman. Ketdik. 1-3-2 ketma-ketlikda tarjima qilamiz. Demak, bosim ostida ishlashga majbur bo'lgan ishchilar ularning ishiga salbiy ta'sir o'tkazadigan odatlarni rivojlantirishadi. Mana shunaqa bizda gap paydo bo'ldi ko'rib turganligingizdek. Ya'ni doim ishchilaringizni bosim ostida ishlatsangiz, ular albatta o'zining ishiga noto'g'ri ta'sir o'tkazadigan, nojo'ya ta'sir o'tkazadigan odatlarga ega bo'lib olishadi keyinchalik demoqchi. Xo'p, endi the students who participated in an intensive international training program achieved outstanding results in the final assessment. Xuddi o'sha qoidalar bo'ldi. Sizga challenge, mana shu gapni tarjima qilsangiz bo'ladi. Albatta mana bu yoqda yana ikkita gap sizga tayyorlab qo'yganman. Videoni pauzaga qo'yib, hozirroq kommentlarda tarjima qilib ko'ring. Mana shu narsani hammani tarjimasini o'zim albatta o'qiyman va like bosib chiqaman hammaga. Albatta buni qoldiring kommentda. Zo'r tarjima qila oldingiz degan umiddaman. Ko'ryapsizlar, qanaqa strukturalarni o'rgatyapman sizga. Like bosmagan bo'lsangiz, hozirroq like bosib qo'ying. Kim bor yana sizlarga shunaqa narsalarni o'rgatadigan bu YouTube'da? Xo'p, qani ketdi. Biz 3-metodga o'tamiz va 3-metodda sizlar bilan birgalikda chunkingni o'rganamiz, tarjimashni eng asosiy ustuni. Shuning uchun buni o'rganmasanglar, bo'shim mana bu oldingi narsada befoyda. Chunki IELTS bizda oddiy gaplarda emas, balkim kilometrli gaplarda berish yaxshi ko'radi. Mana bu yoqda hozir sizlar bilan shuni misollarni ko'rib chiqamiz. Marhamat, ekranga qarang. Many students preparing for international exams often struggle to understand complex texts that contain unfamiliar structures, which can lead to lower performance because they fail to identify the main idea of the passage. Degan mana bu yoqda gapimiz bor. Endi bu bir qarashda qo'rqitib yuboradi-da, lekin qo'rqish kerak emas. Bu shunchaki bir nechta oddiy gaplardan iborat bo'lgan bahaybat gap. Xo'p, u bahaybat gapni nima qilishimiz kerak tushunish uchun? Yana o'sha oddiy gaplarga ajratib chiqishimiz kerak. Chunk qilib chiqishimiz kerak. Ya'ni mana bu yoqda many qani ketdik. O'zi bunaqa paytlarda IELTS gaplarni o'zi yordam beradi. Mana misol uchun mana virgul qo'yib qo'ygan. Bo'ldi, mana shu yerda keyin which bor bizda. Bo'ldi, mana shu yerda virgul qo'ygan. Whichdan buni biz nima deb olamiz? Nuqta deb olamiz. Birinchi bo'lib mana shuni o'zini, tepani o'zini tarjima qilaylik, keyin mana buni qo'shib ketamiz. Problema bo'lmaydi unda. Xo'p, tepani o'zini qanaqa tarjima qilamiz? Oson, bu boyagi formula. Qarasangiz ekan, many students preparing for international exam often struggle. Bu yerda demak mana shugacha hamma narsa bir mana bu fe'l ekan, struggle to, to'g'rimi? Mana bu tasvirlovchi qism. Struggle dan u yog'i
uch bizda. Qanaqa ketma-ketlikda tarjima qilardik biz? Mana bu yoqni hozir ko'rmaslikka olamiz. Bu yoqqa как будто yo'qdek. Birinchi bo'lib shu yoqni tarjima qilib olishimiz kerak. Okay, ketdi. 132 ketma-ketligida. Xalqaro imtihonlarga tayyorlanayotgan ko'plab talabalar notanish strukturasi bor bo'lgan murakkab tekstlarni tushunishga qiynalishadi. Bo'ldi, biz bu gapni tarjima qilib bo'ldik. Mana tepa qismini tarjima qilib bo'ldik. Endi qaytaramiz boyagini. Boyagini qaytaramiz-da whichni. Mana bu which tepaga chiqadi. Endi bu which nima demoqchi edi mana? Aytibdi. Xalqaro imtihonlarga tayyorlanayotgan ko'plab talabalar murakkab strukturasi bor bo'lgan matnlarni murakkab matnlarni tushunishga qiynalishadi dedi. Va ana endi which can lead to lower performance. Va which ni bu yoqda qanaqa tarjima qilamiz? Gan deb tarjima qilamiz, qaysi deb tarjima qilamiz va bu deb tarjima qilamiz. Va bu mana shu ular qiynalishar ekan-ku tushunishga murakkab tekstlarni. Va bu mana shu takrorlavering mana shu narsani. Which nima demoqchi bu? Va bu demoqchi. Nima va bu? Mana shu qiynalishar ekan-u tekstlarni tushunishga. Mana shu narsa bu yomon natijaga olib kelishligi mumkin. Sababi buni ko'ryapsiz-a? Men nimaga birinchi bo'lib mana buni tarjima qilib oldim? Chunki because bu уже menga yana bitta boshqa gapimni beryapti-da. Shu men bitta ham nuqta qo'yib olaman. Which can lead to lower performance. Ketdik, mana ko'rasiz, o'sha gapni 3 ta qismga ajratdim. Va bu past natijalarga olib kelishi mumkin. Xo'p, bo'ldi, nuqtani olib tashlaymiz. Sababi they fail to identify the main idea of the passage. Ular tekstning asosiy g'oyasini aniqlay olishmaydi. They fail to ni odatda don't deb tarjima qiling. Can't yoki they can't identify the main idea of the passage. Va mana shunda bizda to'liq tarjima paydo bo'lyapti. Mana shu hozir biza bitta katta gapni 3 ta kichkina gaplarga ajratib tarjima qildik va umumiy ma'no chiqdi. Agar umumiy ma'noni misol uchun yodingizda saqlay olmasangiz, boshida qiyin bo'ladi-da. Boshida to tarjimashni mashq qilguningizcha ozgina ma'nolarni birlashtirish qiyin bo'ladi. Unda yozib boring unda. Misol uchun men bittada tushundim o'sha. Demak, xalqaro imtihonlarga tayyorlanayotgan ko'plab talabalar murakkab tekstlarni tushunishga qiynalishar ekan va bu narsa past natijalarga olib kelar ekan. Sababi nimaga past natija olishadi mana? Nega past natija? Chunki ular tekstning asosiy g'oyasini tushuna olishmaydi. Chunki aytdi-yu mana murakkab tekstlarni tarjima qila olishmaydi. Mana shunaqa qilib bizda bahaybat gapni biz bo'laklarga ajratib, uni xuddi mana apelsinni yeganingizda yamlab tiqib yubormaysiz-ku, endi King Kong bo'lmasangiz albatta. Uni apelsinni bo'laklarga ajratib, biz sekin-sekin iste'mol qilamiz, to'g'rimi? Bu yerda ham xuddi shunaqa gaplarni bo'laklarga ajratib, apelsinni sekin-sekin iste'mol qilishimiz kerak bo'ladi. Bu yerda yana bitta misol. Many students focus almost entirely on learning new vocabulary items, so they often struggle to understand complex sentences in IELTS reading passages, leading to lower scores in the exam. Buni ham qanaqa? Bu yerda mana IELTSga yordam bergan virgullar bilan ajratib qo'ygan. Buni men tarjima qilib o'tirmayman, chunki bundan ham qiyinroq misol ko'rsatmoqchiman. Lekin siz buni hoziroq videoni to'xtatib kommentda tarjimasini yozib qoldiring. Men o'qiyman обязательно. Qani urinib ko'ringchi, hozir o'zida praktika qilmasangiz, keyin albatta esingizdan chiqadi. Pauza qiling. Biz esa davom etamiz. Misol uchun, mana bu yoqdagi gapga qarang. Bu yerda o'sha virgullar ham yo'q, IELTSga hech qanaqasiga yordam bermayapti. Mana o'zing uchun o'zing o'l yetim degan gap, to'g'risi. Students who rely heavily on memorization techniques that focus on repeating information without understanding its meaning often struggle in exams that require them to apply knowledge in unfamiliar contexts. Ko'rib turganligingizdek, bu gapimiz bizda qanaqa tarjima qilinadi? Bu yerda endi o'sha virgullarni o'zimiz qo'yib chiqishligimiz kerak bo'lar ekan, nuqtalarni. Xo'p, ketdik. Birinchi bo'lib biz nimani ko'ryapmiz bu yerda? Uni ko'ryapmiz. Bu degani o'sha 1 2 3 ketma-ketligi. 132 ketma-ketligida tarjima qilishingiz kerak. Xo'p, qayerda tugashligini ko'rib olishimiz kerak. Mana bu studentsni fe'li qani? Students who rely heavily on memorization techniques that focus. Ko'ryapsizlar, mana bu rely bu fe'l, lekin who ga tegishli. Focus bu fe'l, bu lekin that ga tegishli. Mana bu students ga tegishli fe'lni topishimiz kerak. Qani? Without understanding often struggle. Mana bizda asosiy fe'limiz. Ko'rib turibsizmi? Demak, fe'lgacha bo'lgan hamma narsani often struggle. Hamma narsani biz mana subject block deb olamiz. Fe'lni o'zi bizda ikkinchisi. Hop, davom etamiz. Mana bu yerda 3-bo'lakka mana ajratib olamiz. Ko'ryapsiz, qanaqa bizda hozir 1 2 3 ketma-ketligi bo'lgan. Endi buni qanaqa ketma-ketlikda tarjima qilamiz? 3 2 1 ketma-ketligida. 132. 1 3 2 ekan, uzr. Tak, ketdi, boshladik. Mana bu yerda it doim mana shularni decipher qilishga harakat qiling. Ya'ni it nima demoqchi bu yerda? Mana it nimaga tegishli? Repeating information without understanding its meaning. Demak, bu it information demoqchi, to'g'rimi? Bo'ldi, mana shuni bu sizni chalg'itmasligi uchun shu yerda information deb yozib qoldiravering. Ba'zida one so'zi keladi-da. One can never understand how precious
children are misol uchun bu yerda one qaysi ma'noda kelgan? Inson ma'nosida kelgan. Inson hech qachon tushunolmaydi o'sha bolalar qanchalik aziz ekanligini, shunaqa demoqchi. O'sha payt one ni bir hech qachon tushunolmaydi deb tarjima qilmasligingiz kerak. Nima ma'no beryapti? O'sha so'zni qo'yib oling, o'shani tarjima qilayotgan vaqtida shunda ishingiz ancha osonlashadi. Ketdi. Ma'lumotni ma'nosini tushunmasdan o'sha ma'lumotni takrorlashga e'tibor qaratadigan yodlab qolish texnikalariga juda ham ko'p tayanadigan talabalar, juda haddan ziyod tayanadigan talabalar, okey, mana ko'ryapsizlar, ma'lumotni ma'nosini tushunmasdan o'sha ma'lumotni yodlab qolishga tayanadigan talabalar demoqchi. Qoricha yodlaydiganlar nazarda tutyapti. Often struggle in exams that require them to apply knowledge in unfamiliar. O'sha bilimni notanish bo'lgan vaziyatlarda qo'llashni talab qiladigan imtihonlarda qiynalishadi. Ko'ryapsizlar, mana shunaqa bizda bahaybat gapimizni ham oddiy gapga aylantirib yubordik, ko'rib turganligingizdek. Ya'ni faqat ma'lumotni tushunmasdan yodlab qoladiganlar o'sha bilimni boshqa kontekstlarda qo'llab bermanga deb so'raydigan imtihonlarda rosa qiynalishar ekan. Chunki ular ma'lumotni ma'nosini tushunmagan. Bunaqa bizda ajoyib tarjima chiqdi boya o'rgatgan formulalar bilan. Va bu yerda nima qilyapmiz? Chunk bo'laklarga ajratyapmiz. Shunda ancha osonroq. Xo'p, bu endi sizdagi challenge. Buni ham tarjimasini kommentlarda yozib qoldirsangiz bo'ladi. Kommentlaringiz soni cheksiz bu yoqda. Shu komment yozavering bemalol. Xo'p, marhamat, bu yerda ham videoni pauzaga qo'ysangiz bo'ladi. Xo'p, endi albatta biz 15-20, bilmayman necha minut bo'ldi bu video, 25 balki minutli videoda tarjimationning barcha formulalarni o'rgata olmaymiz, lekin ko'ryapsizlar, qo'ldan kelgancha sizlarga asosiy bazalarni to'liq ko'rsatdim. Juda ham oson ekan. Shunchaki fe'lni topish kerak, shunchaki subject blockni aniqlash kerak. Uni aniqlash oson. Fe'lgacha bo'lgan hamma narsa subject block va bo'laklarga ajrata olishimiz kerak. Bo'laklarga ajratish uchun esa bizga IELTS o'zi juda katta yordam berib qo'ygan. Mana bu gaplarni ham bemalol tarjima qila olasiz. Mana shu chunklar bilan. Misol uchun mana bu whichda nuqta qo'ying mana bu yoqda, becausedan oldin nuqta qo'ying bu yoqda. Ko'rib turibsiz, sizda 3 ta oddiy gapchalar paydo bo'lyapti bu yoqda. Bularni bo'lsa o'sha sekin-sekin yutish osonroq. Tarjimationni bugundan boshlab har kuni qo'llang. Hech bo'lmasa bitta passajini olib, har kuni o'shani miridan sirgacha tarjima qilishga harakat qiling. Ishoning, 2 hafta davomida tarjimation formulalarini ishlatadigan bo'lsangiz, you are going to be unbeatable. IELTS reading 9 kafolatlangan. Hazillashim albatta, lekin haqiqatda comprehensioningizni karasiga oshirishingiz mumkin. Endi bu 20-25 minutli videoda tarjimationni to'liq o'rgatib bera olmayman albatta, chunki vaqtimiz cheklangan. Lekin mana shu tarjimationni yanada yaxshiroq o'rgangingiz kelsa, IELTS ni har bitta sectionni mendan o'rganmoqchi bo'lsangiz, unda sizni 2 oylik IELTS formula kursida kutib qolaman. Bu kursdan mabdaqa natijalar kelyapti. O'sha birinchi potogini biz o'tib bo'ldik. 200 ta o'quvchi o'qidi va hali endi sekin-sekin natijalar yomg'iri yog'ilishi boshlaydi. Va mana shu kursim tugashligi bilanoq 31-martda men IELTS formula 2.0 ni ochaman. 30 yoki 31-martda efir bo'ladi. Efirda kursni to'liq tushuntirib, sizga narxlarini, o'zi qanaqa shaklda bo'ladi, batafsil ma'lumotini berib o'taman. U efirdan qolib ketmaslik uchun hoziroq kommentdagi va description boxdagi Telegram kanalimga o'tib olib obuna bo'ling. 2 oylik IELTS formulada o'zim va jamoam sizni individual e'tibor bilan o'qitib, IELTS darajangizni 1.5 hattoki 2 ballga xudo xolisa oshirib beramiz. Olov jamoa bilan birgalikda mehnat qilishga tayyor bo'lsangiz agar, albatta IELTS formulada sizni kutib qolaman. Tarjimationni qo'llashni esa aslo unutmang. Aeroportda va boshqa videolarda ko'rishguncha.